O'rtoqlar sizlarga mehr deyapman ha. Ana shu kim ko'rsa-da baribir qiziqishib ko'radi. O'sha har bitta inson kim ko'rgan bo'lsa, yaxshi niyatda ko'rgan bo'lsa, mana shu mehr o'shani oilasiga kirib boradi, xudo xolasa. Ko'rasan. Любой bilan spor o'ynayveraman, kirib boradi. Bu mehr. Hammamiz mehrni kiritaylikda oilamizga, bir-birimizga. Mehrli bo'lsak, zo'r ish ekan. Eng rivojlanish nimasi bizga bu madaniyat ham kerak ekan. Endi u kuchayib ketgandan keyin madaniyat odam ham bo'lish kerak u. Cho'ldan aka qo'ygan deyish kerak emas u. Endi o'rtoqlar yana unda ketyapti, men qaykada ketaturdim o'sha gapni gapirib qo'yay senlarga. Men qaragin, u kazyol deyapman-a. Kazyollar juda ham xalqqa senlar ko'p xalaqit berding. Men senlarga ochiq oydin aytib qo'yaman, senlardan tinim joyi ham qo'yadigan joyim ham yo'q. Qarab tur. Oma ko'rdingmi? Hammani senlarda qiyin damashnaris qilib tashlabdi, bilasanmi? Bu senlarda eng yomon tarafing. O'zingni haqingni sotib olmaydi, bu juda yomon illat. Ertaga tarixni o'zingga o'zing yozasan. Qarash, menga baribir. O'zing tarixni o'zingga o'zing yozasan. Bu hayot o'qilmagan kitobga o'xshaydi. Ertaga nevara chevarlarning uyalib yurmasin. Palonchi nevarasi ekanman deb bu ishingni to'xtat. Senlar shunaqa shovqin soldingki, og'aynilar. Shunaqa shovqin solding, bilasanmi kim eshitmaydi shovqinni? Quduqdagidagi qurbaqa, tushundingmi? Ahli bolalar eshitadi. Senlar o'yladingki, bular qo'y. U sabr qilish qo'rqoqlikka kirmaydi. Ahmoqlar buni o'ylab ish qilgan. Zato senlar bu tomondan ketgan joying endi yaxshilik tomoningga ham aytib qo'yay. Yaxshilik ham qilib qo'yding o'zing bilmagan holda. Chotga yaxshilik qilib qo'yding. Buyuk O'zbekistonga o'z hissangni qo'shib qo'yding. Qanaqa qilib aytib beraymi senlarga? Hamma odamni hushyor qilib qo'yding xalqni. Hushyorlik bu yomon narsa emas, zo'r narsa bu hushyorlik. Tushundingmi? Voy. Senlarda asingdan bilasanmi, og'zingdan bitta narsa aytib beray senlarga. Ana shayton degan narsamiz bor-ku. Bir kun shunday kirib kelibdi-da, shayton bonu nima oyim nima endi o'zicha nima qilyapti ekan, erkalayapti ekan. Qaray bu erkalash etakda birga o'sha jalba tushgan ekanda. Shunaqa ish bo'lyaptiki, shaytonlarchi, bilasanmi, senlar qila turgan ishingdan Rossiya o'rmonlariga qochib ketyapti, abet bermasa ham mayli. O'sha o'tin kesib yuribdi o'rmondan chiqmasdan. Kallang bormi senlarda? U shaytonlarda ham shayton bacha, shayton bonushalari bor, katta qilsin. O'shalarni ham senlar ishdan qo'yyapsan. Boshimda xotirasan, o'z senlarni urushgan borib bo'lmaydi. O jingiltayda ne'mat afg'on ham yotibdi deb birpasda sotasan.